14-may bugun Sayxunoboddamiz. Donata makka jo'xorisi ekilgan. Imkon qadar hozirgi shu holatida men tavsiya beraman. Bargidan ko'proq oziqa beringlar, qurtini ko'ringlar. Qurtini juda ko'p joyda hozir qurt tushgan holati bor. Makka jo'xorini ko'ryapsizlar, mana bunaqa palasa bo'lib qolyapti. Bu magniy yechmovchiligi. Bu narsaga bargidan hozir e'tibor bermasanglar, ertaga bu chaylanishida o'sha onani sochi chiqadi, o'sha sochini kalta va nimjon bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. O'shanga hozirgi holatida imkon qadar kechki salqinda o'sha bu odam hozir bir marta ishlov bersalar, shu bilan ozuqa bersalar, nareska ochib bo'ldi, shu bilan xudo xolasa bo'yiga ketaveradi. Mana ozuqani ham tayyor qilib qo'yganlar, karbamid. İmkon qadar e'tibor beringlar. Hozir hali ko'p joyda makka jo'xorilar kalta bo'lsa, o'sha kalta joylarda kamida 2 marta bargidan suspenziya qilinglar. Mana men bu holatida bu yerda qurt tushgan. Endi bitta bargini olamiz. Iloji yo'q, o'suv nuqtasida mana bargini ochib, men qurtini ko'rsataman. Qurtga dori sepilgan. Bir hafta bo'ldi dedingizmi? Lekin dori ishlamagan. Yoki bu svejiy mana. Hozir orasini ham iloj bo'lsa, bargini orasini ham ochib bering aka. Orasida ham mana kattarog'i bor, mana ko'rsanglar bo'ladi. Buni ichiga kirsangiz, ichida yana bor hozir. Bu ketdi bitta bargi. Mana marhamat. Ichi g'ujullab yotibdi. Imkon qadar aka mana shu qurtga dori olgan do'koninglarni o'zini chaqirtiringlar-da, ko'rsin. Любой jo'xoriga kirasizda mana shunaqa teshi bargi bo'ldimi? Ko'ring. Chunki uzog'i bilan 5 kunning ichida bilinadi. Bu nima dori bo'lgan? Sistemnimi, kontaktnimi? Endi unisini fermer biladi. Ro'shan akam olganmilar? Mana ichiga kirsangiz, ichida ham bor hozir. Kamida mana, bular mana yana kaltasi. Kichkinasi. O'shanga e'tibor beringlar, sizlarda mana shu o'suv nuqta mana shu ichida bo'ladi. Bu o'suv nuqtani yedi bo'ldi. Bu o'sha jo'xoridan o'sha minus ketaveradi. Mana buni ichi to'la g'o'voy. Mana. O'shanga juda e'tiborli bo'linglar. Qurtga dori sepdinglarmi? 4 kundan keyin, 3 kundan keyin borib aylaninglar. Bo'ldi, sepdim, ishladi degan narsa emas. Nazorat qilinglarki, o'sha ishlagan, ishlamaganni aylansanglar, teshi bo'lgan joyi ochasizlar. Bargini ichida mana hozir ko'rsatilgandek holatida ko'rdinglar. Qurtga dori ishlamagan.